Uyalmang jonidan, siz bemalol yechinib, o'rnashib oling. Ravshan hamon yechinmay o'tirgan Zumradga hayron bo'lgan kabi nigoh tashladi-da, so'ng uni o'rindiqqa. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Azizlarim, hozir sizlarga yana bir ehtirosli va qiziqarli hikoyalarimizdan birini taqdim etishdan minnatdormiz. Azizlar, eslatib o'tamiz, hikoyamizdagi qahramonlarning ism-shariflari o'zgartirilgan holda taqdim etilmoqda. Biz bilan birga qoling, bizni tinglashda davom eting. Zumrad o'rindiqqa omonatgina o'tirdi. Bir nafasdan so'ng nihoyatda toliqqanini his etdi. Bu ahvolda o'tira olmasligiga aqli yetgach, burchakka surilib orqaga suyandi. Kupe devori muzda edi. Qaniydi Ravshan chiqib ketsa-yu, shundoq o'rniga cho'zilgancha butun dunyoni unutib uxlasa, uxlayversa, poyezd dalalar, qishloqlar oralab yelday uchaversa. Qachondir uyg'onsa ham tamoman boshqa dunyoda uyg'onsa, siz bemalol yechinib, o'rnashib o'tiravering deya chiqib ketgan Ravshan hayal o'tmay qo'lida paxtaguli choynak bir juft piyola bilan qaytib kirdi. Zumrad unga ko'z qiri bilan qarab qo'ydi-yu, ammo o'rnidan qo'zg'algisi kelmadi. Ravshan hamon yechinmay o'tirgan Zumradga hayron bo'lgan kabi nigoh tashladi-da, so'ng o'rindiqqa o'tirib choyni qaynatdi. Chiqib ketmaydi shekilli, yotaversammikin, umuman uyalishga balo bormi? Uyalgidek holim qoldimi meni, deya o'yladi Zumrad. Uning ich-ichidan bir isyon bosh ko'tarib keladi. Nimasidan uyalaman buning? Uning mendan ortiq joyi bormi? Juvon ro'parasida o'tirgan yigitning oldida cho'zilib yotib olish uchun bahona izlagan sayin topardi ham. Ravshan choy quyib uzatdi. Oling Zumradxon, qaynoqqina ekan. Ravshanning ovozida na kinoya, na ta'na va na gina bor edi. Go'yo bugun ertalab Ravshan Toshkentdan Navoiyga uchib kelmaganday, bezatilgan mashinalarga o'tirib, nikohdan o'tishmaganday, qarindosh urug'lar qurshovida, yor-yorlar ostida hashamatli restoranga kirib, yonma-yon o'tirishmaganday. Baxtli bo'linglar, 10 ta o'g'il, 10 ta qizning ota-onasi bo'linglar degan tilaklarni eshitmaganday. Holbuki ularning hammasi bo'lib o'tgan, ular endi qonuniy er-xotin edi. O'zini shunaqa tutyapti, ammo ichida meni dunyodagi eng iflos so'zlardan so'kayotgan bo'lsa, ajab emas. To'g'risini aytganda menga baribir. Uni tanimasdim, tanimayman ham. Uxlashga yetarli bahona topilgan bo'lsa-da Zumrad ayta olmasdi. Choy ichishga hushim yo'q, ayniqsa ko'p choy uyquni qochiradi deb Zumrad. Ravshan indamadi. Piyolani barmoqlari ichiga qo'ndirib, choyni puflab sovutgan bo'ldi, ichdi. Namuncha derazaga tikiladi, chiroqlarni o'chirib, yota qolaylik desammikan, yo gaplashgisi kelyaptimi deb o'yladi Zumrad unga qarab. To'g'risi, choy ichsangiz ham uxlay olmasmidingiz, Zumradxon, dedi Ravshan butunlay boshqacha ovozda. Niqobini yechdi, dedi ichida Zumrad. Nega endi? Sizning bu qilgan ishlaringizdan so'ng uxlab bo'lmaydi demoqchimisiz? Siz ham mendan qolishmaysiz. Ikkovimizning gunohimiz teppa-teng, shunday emasmi? Nega endi? Men bir xolis xizmatni bajardim, xolos, dedi Ravshan. O'zingizning manfaatingiz uchun, dedi Zumrad. Hammasini bilaman degandek bepisand ohangda. Manfaatim albatta bor. Domla menga uy va'da qilgan. Bu fikr xayoliga birinchi bor kelganda Zumradning o'zi ham seskanib ketgandi. Kimdir ko'narmikan, ko'nsa ham sir saqlab yura olarmikan, ammo Zumradning hozirgi ahvolida yollanma kuyov topishdan boshqa chora yo'q edi. Yo'q hididan ko'nglandirdi. Og'izdan tinmay suv kelardi. Doktor esa singlim, birinchi bolani iloji boricha abort qildirmaslik kerak. Keyin homilador bo'lolmasligingiz mumkin degan gapni bir emas, bir necha bor aytdi. Yoshsiz hali, hamma narsa oldingizda, dissertatsiyani bir yoqli qilish kerak, dedi domlasi. Bu bolani yo'qot degan gapning boshqacha bir shakli edi. Zumrad ming bir istihola bilan doktorning gapini aytganda domlasi qosh chimirdi. Doktorlar aytaveradi. Domla, o'zim ham ba'zilardan eshitganman. Bu shunchaki gap emas, mening ham hayotdan umidim bor. Qiziqsiz-a, men sizni uyga olib keta olmayman-ku. Xotinimga aspirantkam erta-indin tug'adi, nikohdan o'tishim kerak deya olmayman-ku. Zumradning boshidan bir chelak suv quyilgandek bo'ldi. Rost, domlasi shaxsiy hayotda unga hech narsa va'da qilmaganda, faqat erkalatardi. Yaxshi gaplardan gapirardi, olima qilishga yordam berishini aytardi. Bu paytlar Zumrad endi institutni tamomlagan yoshgina qiz edi. Baholari ham yaxshi, shuning uchunmi qishloqqa qaytgisi kelmasdi. Qishlog'imni sog'indim, ona qishlog'im deya she'r yozadigan shoirlarga mutlaqo
ishonmasdi ham. Chunki ona qishlog'i pastak tomlar, yomg'ir yuvgan ola-bula bo'lib yotgan taxsa devorlardan iboratdek tuyulardi. Zumrad Azamatov domlani ancha sho'x deyishadi. Ilmiy ish qilishga bo'lsang, Sobirov domlaga o'xshagan vijdonli, iymonli ustozlarga shogird ishlaydi kursdoshlar. Ammo ular aytmasa ham Zumrad Azamatovning sho'xliklarini bir-ikki suhbatda sezgandi. Lekin Sobirov domlaga shogird bo'lish qiyinligini yaxshi bilardi u. Axir dissertatsiya degani faqat ilm bilan yo'qlanmaydi-ku. Qancha mablag' kerak, ota-onasidan yordam so'ra olmaydi, o'zlari zo'rg'a ro'zg'or tebratib turishibdi. Azamatovni esa iydirish mumkin. Kalasiga shu xayol kelganda domla bilan munosabatlari shu qadar chuqurlashib ketdi deb o'ylamagandi. Talabaligida o'rgangani kabi yengilgina noz firoq bilan ish bitiraman deb o'ylagandi, ammo Zumradga o'xshaganlarning ko'pini ko'rgan domla noz firoqqa ko'nmadi. Mana endi go'yo mushuk bolasi haqida gapirayotgandek bo'langni yo'qot deb turibdi. Zumrad tavakkalchi. Ba'zilarga o'xshab avvaldan reja tuzib, fikr mulohaza bilan ish bitirmasdi. Shu bois hech ikkilamay o'zini taqdir hukmiga topshirdi. Ammo qonidagi ayollik va onalik hissi ustun keldimi, homilani oldirib tashlagisi kelmadi. Agar shu noma'lum ishni qilsa, bir umr baxtsiz bo'ladiganday tuyulaverdi. Ammo nikohsiz to'ysiz qanday qilib ona bo'lishi mumkin? Shahardagilardan u qadar cho'chimasdi, chunki ko'pchilik unga begona va ular shunaqalarni ko'raverib, diydasi qotib ketgan deb o'ylardi. Ammo qishloqdagilarchi qizim olima bo'ladi, institutda ishlaydi deb g'ururlanib yuradigan bechora soddadil ota-onasi bunday sharmandalikni ko'tara olisharmikan? Qolaversa Zumrad birovning oldida tili qisilib, boshi egilib yurishni istamaydi. Domla boshqa chorasi bor dedi Zumrad bolani yo'qot deb turgan domladan ham ko'ra surbetroq bir holatda. Ya'ni nima ko'p? Sizda shogird ko'p, to'g'rimi? Nima? Sizni o'shalardan biriga uzatib yuboraymi? Zumrad qotib qoldi. U Azamatovga o'xshaganlardan sevgi kutmas edi, ammo hatto yosh bola ham o'zi o'ynayotgan qo'g'irchog'ini birovga berib yubormaydi-ku deb o'ylardi. Domlasi esa men uzatiladigan ahvolda emasman dedi zo'rg'a. Bo'lmasa nima qildingsan? Qishloqdagi to'yda o'tirib bersa bas. Azamatov bir pas o'ylab turdi-da, xoxolab qo'ydi. Ayollarni tovuq miya desak ham ba'zi narsalarga kallalaring yaxshigina ishlaydi. Topamiz 5 kunlik kuyovmi yo 1 kunlikmi dedi so'ng boshqasi. Zumrad Azamatovni yaxshi ko'rmasdi, lekin jirkanmasdi ham. O'sha lahzalarda birinchi bor iflos narsaga tegib ketgandek his qildi o'zi. Uy Zumrad garamsiradi. Ha Zumradxon, talabaligimni qo'shib hisoblaganda 12-13 yildan buyon ijarada yashayman. Shaharning 4 chekkasida kul to'kmagan joyim qolmadi. Undan ortiq kvartirada ko'chibman. Ishonasizmi? Birovlarning chorbog'idagi chaylasida ham yashaganman. Domla menga uy va'da qildi. Siz yashayotgan 2 xonali kvartirani beraman dedi. Uyim yo'qligidan qishloqdan xotinimni ham olib kela olmayapman. Ishimni ham yakunlay olmayapman. Domla bilardi buni. Bo'lmasa oilali odamman. Menga zarurmidi kuyov rolini o'ynash? Birorta tanish bilish ko'rib qolsa, nima degan odam bo'laman deb ichitimni yedim. Dunyo to'g'ri deydilar-ku, xayriyat tinch o'tdi. Ravshan bemalol gapirar, Zumrad esa unga baqirayib qarab qolgandi. Mening uyimmi? Adashmayapsizmi? Men qayerga boraman? Xabaringiz yo'qmi? Domla sizga indamaganmidi? Tashvishlanibroq so'radi Ravshan. Domladan nima kutgan eding? Zumrad poshsha deya o'yladi Zumrad. Bir paytlar mana shu sizga deganida Zumrad buni mangu deb o'ylagan ekan, endi esa xafa bo'lmang. Domla sizni ko'chaga tashlab qo'ymas axir. Ravshan bir qizarib bo'ldi. Bolalaringiz bo'ladi-ku. Ha dedi Zumrad behushgina. Zumradxon, qarshilik qilmasangiz chiroqni o'chirsam ozgina dam olmoqchi edim. Ravshanning endi Zumrad bilan gaplashgisi yo'qligi sezilib turardi. Zumrad chiroq o'chishi bilan pishillab uyquga ketgan yondagi yigitdan nafratlangiz keldi. O'zicha uni har xil haqoratli so'zlar bilan so'kdi. Ammo o'zi ham, yigit ham bu haqoratlar orasidan suzib kelaverdi. Nima bo'pti? Bu hayotda shunaqa g'alamisliklar, aldovlar borki, ular dunyoni ag'dar-to'ntar qilib yuborishga qodir. Bizniki bunday pastkashliklar oldida nima bo'pti? Bor yo'qi yelni yig'ib osh beribmiz, bir-birdan xushovoz xonanda, parilarday raqqosalarni chorlab dam olish uyushtiribmiz. Hech kimga zararimiz tekkani yo'q-ku, hech kimning nonini tortib olmadim, tillasini o'g'irlaganimiz yo'q. Zumrad xayol sira uxlab qoldi. Bir payt ko'zini ochsa, allaqachon tong otibdi. Ravshan kiyimlarini kiyib shay bo'lib turibdi. Turing, manzilga ham yetib qoldik dedi Zumradning ko'zini ochganini ko'rib. Zumrad sakrab o'rnidan turdi. So'ng yuzini yuvib keldi-da apil-tapil kiyinishga tushdi. Ikkalasi poyezddan xuddi er-xotinlardek birga tushdi. Avtovokzalgacha yo'limiz bir shekilli dedi Ravshan. Ha deya boshladi Zumrad. Ravshan qulochini yozib taksi to'xtatdi. Mashinada ham yonma-yon o'tirishdi. Shu bilan rolimiz ham tugaydi dedi Zumrad. Ravshan unga yalt etib qaradi-yu, ammo indamadi. Mashina yeldek kelib boradi. Sekirib haydang dedi Zumradning yuragi uvushib. Shu payt nimadir qars etdi. Zumrad old oynadan otilib ketganini biladi xolos.
Ko'zini arang ochib o'zini shifoxonada ko'rdi. A'zoy badani son sanoqsiz igna sanchilgandek zirqirab og'rirdi. Lablari jipslashib bir-biriga yopishib qolganday edi. Qovog'ini og'ir bir narsa bosib turganga o'xshardi. Quloqlari shang'illab, hech narsani anglay olmay turdi. Anchadan so'ng atrofdagi ovozlarni fahmlay boshladi. Yomon avariya bo'ldi. Falokat oyoq ostida shuni aytadilar-da. Mana u kelinchak homilador ekan. Sizgina qo'rquvdan homilasi tushibdi. Ekan anavi yigit miyasi shikastlangan, operatsiya qilishdi. Oyoqqa turib keta oladimi, yo'qmi, Xudo biladi. Bunday gap so'zlar Zumradning quloqiga elar-seras chalinar-ekan, miyasi yashin tezligida ishlar. Men aybdorman. Biz aybdormiz deb baqirgisi kelardi. Ammo qancha urinmasin ovoz chiqmas, nimadir tomog'idan g'appa bo'g'ib olgandek edi. Fol sabab hayotim buzildi. Durdona ismli qiz nomidan. Ushbu maktubni yozishimga hayotimda ro'y bergan bir noxush voqea sabab bo'ldi. Men 2 yil avval o'zim yoqtirgan yigit bilan turmush qurgandim. Baxtiyor bir oilaning sohibasi bo'ldim. Qaynona-qaynotamning duosini olib, erim bilan tinch totuv hayot kechirardik. O'zinim ham samimiy, quvnoq ayol ekan. Tez chiqishib ketdik. 6 oygacha oilamizda biror kelishmovchilik bo'lmadi. Ammo kunlarning birida o'zinim o'ziga yo'qolganini aytib qoldi. O'sha kun uyda ikkimizdan boshqa hech kim yo'q edi. Hamma joyni qidirib topilmadi. Keyin o'zinim mendan gumon surayotganini gap orasida qistirib o'tdi. Men esa olmaganimni aytib qasam ichdim. Ko'p o'tmay bu masala butun oila muammosiga aylandi. Qaynonam shu paytgacha bu uyda igna ham yo'qolmaganini aytib qoldi. Qaynonam bilan o'zinim tumanimizda dong'i ketgan bir folbinga borib kelishgach, meni qip-qizil o'g'riga chiqarishdi. Folbin o'g'ri o'z uyingizda faqat tan olishga qo'rqib yuribdi deya meni tashqi ko'rinishimni xuddi ko'rib turgandek ta'riflab berdi. Folbinning bu gapiga butun oila chip-chin ishondi. Chunki o'sha folbinning foli har doim to'g'ri chiqargan. Shu bois men ular uchun g'irt o'g'riga aylandim. Hatto erim ham mendan yuz o'girdi. Menga o'g'ri xotinning keragi yo'q deb turib oldi. Nochor onamning uyiga ketib qoldim. Bu tuhmat ota-onamga ham og'ir bo'ldi. Sen aybdor emassan qizim, hali ering o'zi uchun uzr so'rab olib ketadi deyishdi. Men esa eshikka ko'z tikib kun sanayverdim. Ammo bularning birida qaynona-qaynotam erimni boshqa bir qizga unashtirishganini eshitib, ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Onam bilan erimning uyiga bordik, ammo qaynonam bizni ichkariga kiritmadi. Onam mening aybsizligimni, uvvoli urinmasin, aybi bo'lmaganda ketib qolarmidim. Biz boshqa birovni qizga lafz qilib qo'ydik, endi dod-voylaring o'tmaydi dedi. Erim ham men bilan gaplashishni istamadi. Qachon qo'ng'iroq qilsam telefon o'chirilgan. Menimcha ota-onasining tazyiqi bilan raqamni almashtirgan. Xullas ular aytganini qildi. Erim boshqaga uylandi. U xonadondan umidim tamomila uzildi. Oradan 1 yil ham o'tmay erimning o'g'li bo'lganini eshitdim. Bir dardimning bo'lib turganda bir kun ovsinim uyimizning eshigini qoqib keldi. O'ziga topilibdi. Ertalab o'rim ko'rpalarni sandiq ustidan taxlayotganda o'ziga ko'rpalar orasidan sirg'alib, sandiq orqasiga tushib ketgan ekan. Uy chiqarishganda topib olganmish. Ovsinimki o'zini topdi. Men baxtimni, oilamni qayerdan topaman endi? Iltimos, bu xatimni o'qib beringlar. Odamlar bundan tegishli xulosa chiqarsin. Hech kim mendek quruq tuhmatga qolib, baxtidan, muhabbatidan ayrilmasin. Azizlarim, yaxshilik uchun yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Chunki ushbu voqea kimlar uchundir ibrat bo'lib, kimlarnidir noto'g'ri yo'ldan qadam bosishlariga to'siq bo'lar balki. Bizni kuzatganingiz, biz bilan birga ekanligingizdan minnatdormiz. Xayr azizlarim, sog' va omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.